Belorussiyaga borib kelib, Belarusiyada hamma ko'rgan narsalarimizni men hayron qolganim, mana shu Andijondan Toshkentga kelib, men bilan uchrashib, mana shu yigitlar chorva qilar ekan. Ha, shuni aka siz bilan 100 minut uchrashib, men ham chorva qilmoqchiman deganga men o'zim xijolat bo'ldim. Mana bugun 9 da chetda qabul qilib, hammasini ipida ignasigacha tushuntiryapman. Aka qayerdansiz? Andijon viloyati Jalolov tumanidan. Chorva bilan shug'ullanasiz o'zi? Chorva bilan shug'ullanamiz. Nechta sir bo'lmasa hozirgi kunda bor? Bizda unaqa emas, 30 ta atrofda bor. Akamda ko'proq, 100 ta atrofda akamda. Ha, xudo xolasa. Biz yangi qo'shilib, o'zi asosan paxtachilikda chorvachilikda kengaytirib ketdik, yo'llar yo'q. Xudo xolasa. Zo'r. Qanaqa maslahat beryapsiz? Nimalarni ko'rganlarimizni ro'y-rost beryapman. Bularga har bittasini qadamma-qadam belgilab beraman. Mana biz birga boramiz, birga ko'ramiz, o'sha yerda tashkil qilamiz mana shu yigitlarni. Men aytayman, bularda energiyasini ko'rib men hayron qoldim. Borgan safardoshlarimiz ichida eng duxi baland tadbirkor akamiz Odil akam. Xudo xolasa. Avvalambor xayrli bo'lsin, lekin imkoniyatlar nihoyatda keng. Belarusiyada boshlash niyat bormi aka? Bor, Videoni ko'rib, o'sha yerdan Andijon tumandan kelganiga men hozir hayron bo'ldim. Men chiqib bular bilan gaplashib, to'liq tushuntirmasam bo'lmaydi. Tanishib oldim mana. Tushuncha hosil bo'ldi, xudo xolasa. Shu hosil bo'ldi, mana Toshkent City'da ham aylandik, ham Belorussiya to'g'risida manfaatli murojaatlarni oldik biz. Odil aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik aka. Salomat bo'ling. Yetalasiz biz. Tez kunlarda albatta. Lokomotiv bo'lasiz biz yo'lda. Xudo xolasa.